Qizlarjonlar, mana yana bitta patsientimizni sizlarga tanishtirib o'tamiz. Bu patsientimiz 1,5 yoshlilar, to'rmonjonlari, 1,5 yoshlilar. Bu bolajonimiz kelgan paytlarida mana hozir ham ko'rib turibsizlar, ikkala oyoqda o abrazin tashxisi bilan kelishgan. Mana oyoqlarida ikki yon tarafga chiqib ketish holatlari kuzatilyapti. Bu bolajonimizni birinchi etaplarida biz asosan svetlardan foydalanganmiz. Parafilardan sababi oyoqni yumshatish uchun suvaylarni massajimizni, muolajasini qilganmiz. Mana ikkinchi etapimizni bugun nechinchi kunlari oyijonlari? Ikkinchi kunlari mana bolajonimizdagi birinchi kelgan holatlardan ancha yaxshi, judayam chiroyli natijaga ketyapmiz. Bu holatimiz judayam dahshatli holatlar kuzatilgan edi. Mana bolajonimizni biz tik turgizganimizda sizlarga asosiy holatlarini mana ko'rsatib o'tamiz. Mana holat judayam hozir ancha bor. Lekin birinchi etapda bundan ham judayam tashqariga chiqib ketgan holatlari kuzatilgan edi. Men sizlarga bitta narsani eslatma sifatida aytib ketaman. Bu oyijonlarni aslida olganda 4-etaplari. Sababi birinchi, ikkinchi etapda olishgandan keyin 3-etapga kelish uchun ancha o'rtada masofa saqlab qolishgan, juda ham uzoq vaqt massajda olishmagan, olishgan jihatda tashlab qo'yishganda ko'proq bola kasal bo'lgani hisobiga boshqa tarafdan licheniyasini qilib, oyoqlardagi massaj holati to'xtab qolgan. Shuning uchun bolada yana ham vaqtida olinmagan hisobiga oyoqlarda kengayish, suvaylarni kengayib ketish holati kuzatilgan. Mana endi hozirgi holatimizda ikkinchi uni biz boshidan 0 dan boshladik, chunki o'rtada masofa juda ham uzoq vaqt saqlangan. Endigi holatimiz birinchi etapimizda juda ham chiroyli natijani ko'rishda birinchi etapda boshlaganmiz. Ikkinchi etapimizda mana ikkala tovon bemalol bir-biriga kelish holati birinchi sabablardan kuzatildi. Biz asosan yana massaj davomida yana bu bolajonimizga ishlov beryapmiz. Umumiy massajni juda ham chiroyli qilib vaqtida oyijonlar olyaptilar. Xudo xohlasa biz mana shu etaplarimizda, keyingi etaplarimizda albatta bolajonimizga Allohdan so'rab natijasini biz so'rab qolamiz. Oyijonlarga bir og'iz savolim bor. Oyijonlari, mana bugun ikkinchi etapimiz ekan. Birinchi etapimizda bugungi ikkinchi etapimizgacha bo'lgan holatda qanday chicha bo'lsa ham o'zgarishni bildingizmi, sezdingizmi? O'zgarish bo'ldi. Yurganlarda yiqilmayapti. Alhamdulillah. Chunki birinchi o'sha kelgan paytimizda albatta yiqilib, bola o'zini ravon mustaqil yura olmasdi. Hozir eng birinchi o'rinda oyoqlardagi yassi holatlari ketgan. Bolamizda albatta o'sha oyoqlarini past, panjalarini pastga holatlarda figurasi chiqib, bolani bemalol yerda bolajonimiz quchoqlab yurish holatlari kuzatilib, bu bolajonimiz yiqilmaslikning birinchi alomati boshlangan. Ikkinchi holatda yana qanaqa o'zgarish bo'ldi? Ikkala oyoqda sal chotlari yopildi. Chotlari yopildi, mashalloh. Demak, chotlaridagi yopilish holatlari ham kuzatilyapti. Biz keyingi etaplarimizni inshaalloh Xudo xohlasa juda ham chiroyli natijani Allohdan so'rab qolamiz. Yana sizlar bilan massaj jarayonimizni bu bolajonimiz bilan sizlarni o'rtoqlashib boramiz. Alloh chiroyli, xayrli shifosini o'zi bersin.